masalan men hamma narsani qaror o'zim qabul qila olishim bo'lgan. Birinchi. Любой qarorni o'zim qabul qila olardim. Ikkinchidan men o'zimni yaxshi ko'rsatish, ularning mehriga sabab anaqa bo'lish uchun, sazovor bo'lish uchun maktabda juda ham отлично o'qiganman. Yaxshi qiz bo'lganman. Yigitlar bilan gaplashma deyishsa, gaplashmaganman. Chunki bo'ldi, mana shu yaxshi qiz bo'lsam, men yaxshi ko'rib qolsam. Undan keyin turmushimda ham qaynonam meni negadir uncha yoqtirmadilar. Lekin o'shalarga yaxshi ko'rinish uchun butun umr yaxshi bo'lishga harakat qilganman. Faqat xizmat qilardim. Ichimda даже o'ylayverardim, mana shunaqa men yaxshi xizmat qilaman, endi meni yaxshi ko'rib qolishadi. Paytlar uni his qilmasdim, просто ongsiz ravishda. Hozir endi o'ylab ko'rsam, nega faqat umrimni kimdir uchun bag'ishlaman deb o'ylayman. Faqat kim uchundir yashaganman. O'zingiz uchun emas. Da, erimga yaxshi ko'rinaman, qaynonamga, ota-onamga, kim hammaning fikri uchun yashaganman. Lekin bu yashaganimdan o'zi, masalan, men ustoz ko'rmasdan juda ham prof tikuvchi bo'lganman. Dizayner. Ijodkorlik bo'lgan. Chunki e'tiborsiz qolganimda nima bilandir shug'ullanishim kerak-ku. Shu yoshligimda o'sha bilan qanaqadir shug'ullanib, hech qanaqa ustoz ko'rmasdan o'zi hamma hayron qoladi. Juda ham zo'r. Bekorga bermadi. Ichingizdagi mana masalan, o'zi masalan olmos brilliant nimaligini bilasizmi? Qanaqa kelib chiqishini? Undan Ko'mirdan. U ko'mirni brilliantga aylantirish uchun nima qilish kerak? Juda qattiq temperatura bosim kerak. Mana shu bosim sizga mana shu rad etilganlik tuyg'usi. Agar mana shu tuyg'u bo'lmaganda edi, sizni ichingizdan mana shunaqa ijodkor chiqmasdi. Brilliant chiqish kerak bo'lganda, mana endi brilliant chiqdi. Endi brilliant chiqqandan keyin oldingi eski keraksiz tuyg'ular kerak emasligi uchun siz anglab yetdingiz. Men bunaqa yasha olmayman. Tushundingizmi? Endi u brilliantga заслужить qilish, birovning taqdirini olish keragisi yo'q. Mana shuning uchun ham endi mana bugun keldingiz. Bugun yozdingiz ertalab. Mana men aynan studiyaga ketayotganimda yozdim. Bekorga emas, Alloh hech bitta narsa shunaqa chevarki, siz hech bitta narsangizni o'ylamagan deb o'ylamang. Har bitta joydagi bir qutum suv ichishingiz ham. Bir chumolning ichidagi bugungi tushib qolgan rizqi ham siz bilmay tushirib qoldirasizmi? Mana shu ham uni yozib qo'yilgan chumolning hisob kitobi bor. Bugungi chevarligiga men bugun o'zim lol qoldim. Allohga shunaqalik anaqasiga-da. Shu qizni shunaqa yaxshi ko'rar ekan dedim, Xudo. Birdaniga olib kelib qo'ydi-da, o'zlari ham so'radilar. Bugun men sizga pul yuboramanmi deb, yo'q demayman. Keling, mayli, men sizga qilib beraman. Ovozlaridan o'sha anaqa qildim-da. Tushundim muammolari borliklarini. Men sizga anaqa qo'limdan kelgancha yordam beraman. Hozir men bu tuyg'ularingiz o'zi aslida rad etilganlik tuyg'usi deyiladi. Men bunga yaqinda Xudo xohlasa bir chiroyli meditatsiya qilib YouTube'ga ham qo'yaman. Agar tomoshabinlarimizda ham xuddi shunaqa shu qizimizdagi munosabatlarda tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, ota-onasi bilan aynan mana shu keraksizlik yoki bo'lmasam rad etilganlik tuyg'usi bo'lsa, unga alohida bitta YouTube'da meditatsiya qilaman. Xudo xohlasa birga maza qilib bajaringlar. Travmalarimizni ishlashimiz kerak. Ota-onani faqat ayblamasdan o'z ustimizda ishlashimiz kerak.